Xullas, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Dasturxonchi qishlog'i 34-maktabga Zardoryeng bilan yo'lga tushdik, ketyapmiz. Sababi mana ko'rsating, mana 17 Pro Max'ni o'sha yerdagi bolaga, o'quvchi bolaga topshiramiz, chunki u bola konkursimizni yutib olgan. Hozir boramiz, 23 minutda yetib boramiz, Xudo xolasa. Ana juda ham chekib olgan rostdan ham. Ikkita tomon va hech kimsasiz joylangan. Yetib kelib qoldik, hurmatli yozildi. Keldik biz mana hozir. Telefon topshirishga temashmasha qiladi. O'sha. Maktabga keldik. Hozir olib chiqsa topshiramiz. Lineyka qilishyapti. Zart emas lineyka. Kela faqat kelo. Voy. Shu, hijolatga qo'yishadi. 17 ni topshirgan keladi. Lineyka qilib berishdi bizga. 34-maktab. Namanganda eng zo'r maktab 34-maktab. Birinchi bilan 34-maktab. Bu yoqda ham eng zo'r bo'ladi. Bu qani bular? Mana. Ye. Ana g'olib. Nima gaplashdingmi? Aladi. Qachondan beri kuzatadi? 4 yildan 5 yildan. 4 yildan. Hozir qachondan beri? 5 yil. Aladi. Xo'p, bolalar endi shu o'zingizlar o'rtog'inglar siz konkursda qatnashib omadlari kelib 17 Pro Max yutib oldilar. Faqat o'sha gap sizga ham telefonda aytganim, PUBG'ni deb o'qishdan ham qo'yish yo'q. Biz ham o'qiganmiz. O'sha yutuqlarga erishishimizda baribir o'qish sababi juda katta. To'g'ri, o'yin boshqasi ham bo'lish kerak, lekin o'qishdan tashqari vaqtda bo'lish kerak. Telefon topshiramiz. Rahmat, Qalay taassurotlar? Taassurotlar zo'r. Rasm yo'q. Mana tashqarilarga chiqib o'qituvchilarga rahmat lekin shunchalik anaqa qilib lineykalar qilib tashkiliy ishlar qilib ancha kutib ham qolishdi. Ozgina kech qoldik, safarda bo'lib qolib boshqa bo'lib. Lekin mana xursand qilib ketdik, hammalari xursand bo'lishdi. Sizlar ham Xudo xolasa mana shu hamma yaxshi niyat qilganlarga bundan ham zo'r sovg'alar nasib qilsin, bizga ham bundan ham ko'proq sovg'alar berish nasib qilsin.